Bugun Angliya chempionatining 3 ta qiziq o'yinini ko'rib chiqamiz. Brighton Aston Villa, Manchester United Bournemouth va Newcastle albatta Liverpoolga qarshi o'ynaydi. Oxirgi mana shu Newcastle va Liverpool o'yini juda qiziq. Aytgancha, endi mana shu o'yinlarni hozir biz tahlilini ko'rib chiqamiz va videoning oxirida shu 3 ta o'yindan ekspress yig'sak bo'ladi. Shunga o'xshash ekspresslar, tahlillar, analitikalarning hammasi Telegram kanalimizda bo'ladi. Ссылка описанияda o'tib obuna bo'lishingiz mumkin. Ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Svejiy informatsiyalar hammasi shu joyda. Demak, bizda birinchi o'yin albatta Aston Villani o'yinidan boshlasak, Brighton bilan o'ynashadi. Albatta bu joyda Brighton o'z uyida o'ynashni hisobga oladigan bo'lsak, to'p bilan faol futbol qilsa kerak. Ya'ni ochiq, hujumkorona o'yin qilishi kutilmoqda Aston Villaga qaraganda, chunki ularga qarshi shunchaki qarab o'tirmaydi. Brighton oldinga chiqqan paytida Brightonning bo'sh zonalaridan foydalangan holatda Brightonga gol urishga harakat qiladi. Va Brighton ham Aston Villa ham yaxshi tarkibga ega. Agarda Aston Villa birinchi bo'lib gol uradigan bo'lsa, himoyani yanada qattiqlashtirishi va Brightonni oldinga chiqarishga majbur qilishi mumkin. Va shunaqa vaziyatda Aston Villa yana qarshi hujumda gol urishga harakat qiladi. O'zi bunaqa taktika juda yaxshi ishlaydi. Himoyaviy jamoa mabodo o'yinni boshlarida yoki o'yin o'rtasida gol urib qo'yadigan bo'lsa, qiyin bo'ladi hujumkorona o'ynayotgan jamoaga qaraganda. Va biz bu o'yinda ikkalasini bittasi Brighton yutadi yoki Aston Villa yutadi deb aytishimiz qiyin bo'ladi, lekin bizani tanlovimiz aynan bu o'yin bo'yicha umumiy gol soni 1.5 tadan ko'p. Ya'ni misol uchun Brighton Aston Villa o'rtasidagi o'yin 1-0, 1-1, 0-1 hisobida Aston Villa foydasiga tugasa yoki 2-1 hisobida Brighton foydasiga tugagan bo'lsa ham bizani tanlovimiz o'tishi mumkin. Chunki bu o'yinda aniq bitta g'olib bo'lishi juda qiyin deb o'ylayman, chunki bittasi hujumkorona, bittasi himoyaviy uslubda qattiq o'ynagan bo'lsa, qiyin o'yinlardan biri bo'ladi Angliya chempionatida. Ikkinchi o'yin albatta Manchester City. Ikkinchi o'yin albatta Manchester City va bizada Bournemouth o'yini. Hali birinchi boshlayapman Manchester United. Manchester City Bournemouthga qarshi o'ynaydi. Va bu o'yinda biz yaqqol favoritni belgilashimiz ancha osonroq, chunki Manchester City o'z maydonida o'ynaydi. Tarkib yaxshi shakllangan va undan tashqari murabbiy ham yangi va bu joyda Bournemouthga ancha qiyin o'yin bo'ladi. Bilamizki, Manchester City hujumkorona o'ynash uslubi bilan ancha tanilgan Angliya Premier Ligasida va shu sababli o'yinni boshlarida keskin hujumlar qilib gol urishga harakat qilib ko'rsa kerak va bemalol gol urishi ham mumkin. Va bu joyda Bournemouth juda qiyin bo'ladi, ochiq futbol qilsa tavakkal bo'ladi, vaziyatlardan foydalana olmasligi mumkin va gol o'tkazib yuborishi mumkin. Shu sababli Bournemouth albatta Manchester City oldinga chiqqan vaziyatda bo'sh hududlardan foydalanib ko'rishga harakat qilsa bo'ladi. Ya'ni qarshi hujumlarda hujumlar tashkil qilishi mumkin. O'ng qanotdan yoki chap qanotdan urinib ko'rsa bo'ladi gol urishga. Chunki baribir oldinga ochilgan paytida jamoa Manchester City o'zidan bo'sh hududlarni qoldirsa kerak deb o'ylayman. Lekin bu o'yinda aynan Manchester City buncha gol uradi, 4 ta uradi yoki 5-0 qiladi degan variantdan ko'ra bizada albatta Manchester City g'alabasi va umumiy gol soni 1.5 tadan ko'p degan variant nisbatan qulayroq deb o'ylaymiz. Ya'ni Manchester City g'alabasi uchun faqatgina kamida 2 ta gol bo'lsa bo'ldi. Ya'ni 2-0, 2-1 yoki bo'lmasa 3-1 hisoblari ham bizga mos keladi. Va Bournemouth agarda birinchi bo'lib o'yinda gol urib qo'yadigan bo'lsa, unda Manchester City yoppasiga oldinga harakat qiladi va bitta, ikkita, balki undan ham ko'p gol bilan javob qaytarishi mumkin. Eng asosiysi bu o'yinda bizning tanlovimiz o'tishi uchun Manchester City g'alaba qozonishi shart. Bournemouth agarda yutib qoladigan bo'lsa, bu tanlovimiz ishlamasligi mumkin. Shu sababli Manchester City va Bournemouth o'yinini ko'ramiz va kuzatamiz. Oxirgi o'yin Newcastle va biz Bournemouth o'yiniga yetib keldik. To'g'ri, Newcastle va Liverpool o'yiniga. Aynan bu o'yinda ham juda qiziq o'yinlardan biri Angliya Premier Ligasining, chunki Newcastle o'z maydonida o'ynaydi. Liverpool ham juda kuchli jamoalardan biri, mehmonda o'ynashadi. Newcastle himoyaviy o'yinni yomon ko'radi, ular ham ochiq futbol qiladi va bu joydan Liverpool ham ochiq futbol qilishi kutilmoqda. Lekin Liverpoolga sal qiyinroq bo'ladi. Mehmonda o'ynayotganini hisobga oladigan bo'lsak, Newcastle muxlislari Liverpoolga yaxshigina bosim tug'dirishi mumkin. Tribunalar ovozi, bosim, atmosfera salgina xato bo'ladigan bo'lsa, Liverpoolning hisobiga gollar yozilishi mumkin. To'g'rog'i Newcastle hisobiga Liverpool gol o'tkazgan holatda. Va biz bu joyda aynan bittasi g'olib bo'ladi degan variantdan ko'ra, aynan ikkalasi gol uradigan variantni tanlasakchi qanaqa bo'lar ekan? Aynan mana shu variant bizga mos kelyapti. Chunki ikkalasi ham ochiq futbol qiladigan bo'lsa, ikkalasi ham teng vaziyatlar yaratadigan bo'lsa, ikkalasida ham gol bo'lish imkoniyati
nisbati yuqori. Misol uchun Newcastle o'yini boshida tashabbusni qo'lga oladigan bo'lib, gol uradigan bo'lsa, Liverpool ularga nisbatan javob qaytarishi mumkin. Va keyin esa yana Newcastle hisobda oldinga chiqishni istasa, gol urishga harakat qilib ko'radi. Mana shu tarzda hisob ochilib, ikkalasi ham ikkitadan gol urish imkoniyati bor. Va xuddi shunaqa bo'lishi uchun biz aynan mana shu o'yinda tanlaymiz. Ikkala jamoa ham gol uradimi degan savolga ha degan javob berardik. Ya'ni ikkala jamoa gol uradi degan tanlov o'ylab turibmiz va xuddi shunaqa tanlov bo'lishi kutilmoqda. Biz tarafimizdan aynan biz mana shuni o'ylagan bo'lsak. Ya'ni bizning tanlovimiz ikkala jamoa gol uradi va buning hisoblar 2-2, 2-1, 1-1 yoki bo'lmasam undan ham ko'proq gol bo'lishi ham mumkin. Buning uchun kamida ikkala jamoa ikkitadan gol urishi kerak bo'ladi. Va o'z umumiga 2-2 varianti bizga nisbatan qulayroq. Aynan mana shu tanlovimiz o'chini istasak yoki 1-1 hisobi, 1-1 hisobi to'g'ri kelmaydi, chunki kamida ikkita gol bo'ladigan bo'lsa 2-2 hisobi varianti yoki undan ham ko'p gol. Shu sababli bu o'yinda ikkala jamoa gol uradi degan tanlov bizga nisbatan qulay. Chunki ochiq futbol qiladi dedim, himoyaviy o'yin yomon ko'radi ikkalasi ham va tabiiy holatda bizda ikkala jamoa gol urishi mumkin. Shu sababli bu o'yinda aynan bittasi yutadi degan variant qilish nisbatan xatoroq. Yana o'yinlarni kuzatish kerak do'stlar. 100% bu natijada ishlaydi deb biza garantiya bermaymiz, lekin sizlar aynan mana shulardan foydalangan holatda o'zingizlar tanlovlarni qilsanglar bo'ladi. Ya'ni biz jamoalarning oxirgi o'yin uslublari, tarkiblari, natijalariga qarab mana shu tanlovlarga keldik va yana o'yinni kuzatish kerak, kuzatib borish kerak, ko'rish kerak va Newcastle Liverpool varianti ham juda qiziq. Chunki bu o'yinda ikkala jamoaning ham imkoniyati teng bo'ladigan bo'lsa, katta shot ham bemalol kutsak bo'ladi. Va Manchester City'ning ham o'yini ancha qiziq bo'lishi mumkin. Raqib jamoaga qarshi ochiq futbol qilib ko'proq gol urish imkoniyatiga ham ega bo'ladi. Va shunga o'xshash o'yinlarni, tahlillarni, statistikalarni Telegram kanalimizdan ko'rib borsanglar bo'ladi. Silka opsiyasida o'tab qiziqib ko'rishingiz mumkin. O'ylaymanki sizlarga yoqyapti. Mana shu yoqayotgan bo'lsa like bosinglar va bizani kuzatib borishda davom etinglar.